Atiga 200 dollardan 60% ta'mirlab qo'yilgan Minchinor hududidan kvartira hali hech kim chiqarmagan, lekin men sizlar uchun shunaqasidan bitta topib qo'ydim. Minchinor, hop, Istanbuldan o'tganimizda sobiq tramma, hozirda tug'ruqxona bo'lgan, o'shaning yonidan kirganimizdagi mana shu 8 qavatli Novostroy domimizdan kvartiramiz sotuvga qo'yildi. Liftdan 8-qavatga ko'tarilganimizda o'ng tomondagi xonadonga kiramiz. Chap tomondagi ham bizning kanalimiz orqali sotilgandi. O'sha kvartiraga hozirda studentlarni ijaraga qo'yishgan hamda $1000 daromad qiladi. Istasangiz bu yerga ham xuddi shunaqa qilishingiz ham mumkin. Eshikdan kirganimizda yo'q, prixoshka mebel uchun alohida joyda qoldirib ketilgan va uyimizning oshxonasi aynan mana shu yerga planirovka qilingan. Mana kommunikatsiyalar hammasi olib kirib qo'yilgan. Kommunal tarmoqlardan umuman muammo yo'q. Birinchi sanozilimiz mana bu yerga joylashtirilgan. Undan keyin bitta yakkali spalni yoki mehmonxona qilasizmi? Bolalar uchun yotoqxonami? Maqsadda foydalangan bitta xonamiz. Keyin esa bitta hojatxona uchun alohida joy qoldirilgan, kladovka qilishingiz ham mumkin. E'tibor berib qo'ygan bo'lsangiz, gipsi kartondan to'lg'unligicha bo'lib, ancha ishlarni bitirib qo'ygan, elektrika montajlarigacha, santexnika montaj, qo'shimchasiga batareyani ham o'rnatib qo'yishgan. Bundan oldingi ko'rgan xonamiz bilan bir xil razmerdagi bu ikkinchi xonamiz. Ikkitasini yonma-yon bolalarga, alohida qiz bolalarga alohida yotoqxona qilib olsangiz ham bo'laveradi. Mana bu yerda esa yana bitta sanozilimiz. Sanozilimiz yonida kattagina, kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz joylashtirilgan. Ushbu yotoqxonamizning yonida yana bir xonamiz, mehmonxona qilishingiz ham mumkin yoki buni yotoqxona qilishingiz ham mumkin. Istalgan maqsadda xonalarni o'zingizga mo'ljallab remont qilib olsangiz bo'laveradi. Mana bu xonamizni kattaligiga ahamiyat berasiz, ko'proq mehmonxonaga yoki o'tiradigan xonaga juda ham mos kelaveradi. Oynalari ham katta-katta qilib qo'yilgan. Ko'rib turibsiz, bu tomonimiz Istanbulning yoniga to'g'ri keladi. Endi esa so'nggi xonamizni ko'rsataman. Oshxonadan tashqari umumiy 6 xona uy, 3 ta sanozilga ega. Bu esa so'nggi xonamiz. Kerak bo'lsa 2 ta mehmonxona, 2 ta yotoqxona, 2 ta detskiy olsangiz ham bo'lardi. Aytib o'tganimdek, studentlarni qo'yib ijaraga daromad qilishingiz ham mumkin. Ushbu joyning hujjatlari to'liqligicha joyda notarius orqali nomingizga o'tadi. Narxi 1 metr kvadrati $200 yoki umumiy olganda $40,000 berib yuboriladi. Ya'ni egalar bilan ozgina kelishib olishingiz ham mumkin. Telefon raqamlarini pastda qoldiraman, bog'lanishga shoshiling.